Assalomu alaykum barchaga azizlar. Bu videoni ochdingizmi? Demak, ayni damda katta ehtimol bilan siz hayotingizni muhim bir burilish qismini yashamoqdasiz. Ya'ni bir inson bilan hissiy bog'lanish muammosini, ya'ni attachment muammosini, o'zingizda emotsional bog'lanish muammosini hal eta olmayapsiz va ayni damda sizni bir savol bezovta qilyapti. Bugun u meni ham men kabi kuzatyaptimi? Bugun u ham men kabi qiynalyaptimi? Bu munosabatni tugashi uni ham bezovta qilyaptimi degan savollar iskanchasida o'zingizni bir tushkun holatda his qilyapsiz katta ehtimol bilan. Keling, bugun bu savollarga aniqlik kiritamiz va sizdagi holat bo'yicha muhim tavsiyalarga ega bo'lamiz. Ayni damda mana bu hissiy holatda ekansiz, ya'ni bu emotsional bog'liqlik muammosini boshdan kechirayotgan ekansiz. Ham mutaxassis sifatida ham ayol sifatida sizni tushunaman qizlar. Ya'ni bu vaziyatda ayni damda sizni xatti-harakatlaringiz, o'zingizni hissiy jihatdan hissiyotlaringiz sizni boshqarishi o'zingizni tanimas holatga keltirib qo'yapti. Ya'ni sizni ID, ya'ni g'ururingizni shu qadar toptayaptiki, aslida bu hissiyotlaringiz o'zingizga shu qadar qarshi chiqyaptiki, hech qachon qilmaydigan ishlaringizni xato qilishga ham majbur qilyapti. Ehtimol kuniga 8 marta uni profilini tekshiryapsiz. Undagi o'zgarishlarni kutyapsiz. Zotan arzimasligini bilsangiz-da bu inson bu narsaga arzimasligiga aqlingiz yetib turgan bo'lsa-da, siz baribir o'z aqlingizga qarshi chiqqan holatda undagi o'zgarishlardan, ya'ni u post qilgan har bir rasmdan o'zingizni izlamoqdasiz. O'zingiz uchun bir ma'no izlamoqdasiz. Bu hissiyotlar mutlaqo tabiiy. Ya'ni siz u bilan bog'liq bo'lgan insonlar bilan muloqot o'rnatishga harakatlar qilyapsiz. Ehtimol u haqida bilishni istaysiz, ulardan ham so'rashni istaysiz. Bu xatti-harakatlarni qilmang demayman. Ya'ni bugun bu haqida aytgani, men video olayotganim yo'q. Zotan bizni hissiyotlarimiz buyruqqa bo'ysunmaydi. Ya'ni biz aqlimizni, tafakkurimizni buyruq bilan boshqarishimiz mumkin, ya'ni. Ammo biz hissiyotlarga kelganda unga buyruq bera olmaymiz. Aksincha, agar unga hozir ayni damda buni qilma, profiliga qarama, u bilan bog'liq odamlarni hayotingdan chiqarib tashla, hamma muloqotlarni butunlay uzib tashla desam, bu muammo yanada chuqurlashib ketadi sizni hayotingizda. Miya paradoksal ravishda nimani taqiqlasangiz, o'shanga qarab intila boshlaydi. Ya'ni buni juda ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz. Ammo bir narsa borki, miyani yana bir ishlash xususiyati borki, bugun bu narsa biz uchun ham yaxshi, ham yomon. Ya'ni bu narsa miya odatda biz e'tiborimizni qaratayotgan insonni hayotimizni muhim obyekti sifatida qaray boshlaydi. Ya'ni qanchalik ko'p unga e'tibor qaratib, qanchalik ko'p u haqida informatsiyalarni yig'ishga harakat qilsak, mana shu narsa miya tomonidan bu muhim obyekt signalini beradi. Bu esa o'z navbatida bu obyektni o'zgartirish imkoniyati mavjudligi bizni xursand qiladi. Va yana bir narsa, bu obyektga doimiy ravishda kundalik kun tartibimizni asosiy qismi sifatida kuzatishda, o'ylashda davom ettirsak, afsuski bu inson diqqat markazimizda davom etaveradi qolishda. Xo'sh, unda nima qilish kerak? Keling, birinchi tavsiyaga navbatni bersak, ya'ni qizlar, bir narsani bilingki, munosabat bu taassurot. Ya'ni uni qanchalik ongingizda ilohiylashtirmang, qanchalik o'sha insonni ideallashtirmang, aslida siz nima bo'lganda ham sizdagi hissiy ochlik, ya'ni hissiy to'yinmagan hissiyotlar, ehtiyojlar sababli bu inson hayotingizda betakror rol o'ynamoqda. Ya'ni bu insonga attachment holati bu qadar kuchliligining sababi ehtimoli va nihoyat eshitilgan, va nihoyat sevilgan, va nihoyat ayol sifatida ko'rilgan, o'zini nafis his qilgan, o'zini betakror his qilgan, ehtimol erkatoy his qilgan, bilmadim. Ehtimol o'zini va nihoyat oluvchi pozitsiyasida, rolida ko'rgan ayoldir siz o'sha inson bilan. Ya'ni siz bog'lanib, hissiy jihatdan bog'lanib qolgan inson bilan. Albatta, muammoni asl darajasi bu yerda baholanadi. Ya'ni bunga e'tibor qarating, insonga emas, o'z ichki holatingizga. Demak, bu juda ham yaxshi aslida. Ya'ni bu bir inson bilan amalga oshdimi bu holat? Ya'ni sizda o'zingizni, rolingizni sevish holati bir inson bilan amalga oshdimi? Bu ehtiyojlarni bir inson yopa oldimi? Demak, boshqa inson ham bu rolni sizga yashata oladi. Va avvalambor buni unutmaslik. Xo'sh, tavsiya nima? Juda ko'pchilik mana bunaqa harakat qiladi. Ya'ni avval bu insonni men unutib olay, mana shu insonni bir yo'qlik qilib olay, mana shu munosabatdan men chiqib keta olmayapman-da, shuning uchun men hayotimga yangi narsalar kirib kela olmayapti deydi. Mana bu muammo menda bor va mana shuning uchun ham men yangi kasbga o'ta olmayapman. Hayolimda shu aylanyapti va mana shuning uchun ham men mana bu inson bilan tanisha olmayapman. Bilasizmi nima? Aslida biz insonni xotiralarini butunlay bloklab qo'ya olmaymiz, o'chirib qo'ya olmaymiz. Bu yongan hissiyot, bu mavjud, bu yo'qolib qolmaydi, buni yo'qolishini kutish umrni boy berish degani. Demak, birinchi tavsiya
uni hayotingizdagi o'rnini yo'qotish emas, kichraytirish, chetga surish bilan amalga oshirilishi kerak. Ya'ni qachon bo'ladi? Qachon bu jarayon sodir bo'ladi? Qachonki siz yangi taassurotlarga ruxsat bersangiz. Unutmang, siz boshdan kechirgan o'sha munosabat ham taassurot. Sizdagi unutilmas taassurot. Bu taassurotni o'rnini kichraytirish uchun sizga yangi taassurotlar kirib kelishi kerak. Yangi insonlar bilmadim, yangi do'stlar bilmadim, ehtimol yangi kasb, yangi hobbi, yangi joylar. Bularga ruxsat bermas ekansiz, qanchalik qiyin bo'lmasin, bularga ruxsat bersangizgina siz eski taassurotlar o'rnini kichraytirishga erishasiz. Ya'ni uni ta'sir doirasini kamaytirishga, hayotingizda sizga ko'rsatayotgan salbiy ta'sirini kamaytirishga erishasiz. Yo'qotish esa imkonsiz. Navbatdagi ikkinchi muhim tavsiya bu investitsiya. Darvoqe, avvalgi birinchi tavsiyada men aytgandim, hozircha imkonsiz. Ya'ni kayfiyatingizni mutlaqo tushirib buzib yubormang. Ya'ni bu munosabat bilan bog'liq hissiyotlarni hozir yulib olib tashlash imkonsiz ayni damda hayotingizdan. Bu degani bu inson bilan bog'liq hissiy muammolar sizni bir umr bezovta qiladi degani emas. Ya'ni bu hozirchalik muammo. Xo'sh, demak ikkinchi muhim qadam bu investitsiya. Doim aytadigan so'zim, ya'ni qizlar, investitsiyani o'zingizga kiritishdan aslo qo'rqmang. Yangi bilimdan qo'rqmang, yangi kasbdan, yangi hunardan qo'rqmang, yangi ko'rinishdan qo'rqmang, yangi qomatdan qo'rqmang. Mana bular aslida ichki tayanchni belgilab beradi, sizdagi ichki jozibani kuchaytiradi. Bilasizmi, juda ko'pchilik qizlar biz odatda mana bu fikrni o'ylaymiz, ya'ni munosabatda pauzaga tushgan vaqtimizda qaysi so'zlar bilan story qo'ysam, uni qimirlataman, ya'ni qaysi so'zlarim unga shu qadar ta'sir qilarkan, yoki bo'lmasam qaysi SMSlarni unga jo'natish uni afsuslantirar ekan. Unutmang, storieslar va SMSlar insonni afsuslantirmaydi. Uni afsuslantiradigan yagona narsa sizdagi o'zgarish, sizdagi yangilik, ya'ni yangi qiyofa, ehtimol yangi qomat, ehtimol yangi bilim va hokazo. Ya'ni o'zingizga kiritadigan investitsiyadan hech qachon qo'rqmang. Mana bu sizdagi ichki jozibani belgilab beradi va buni hech qanday filtr amalga oshira olmaydi. Uchinchi asosiy tavsiyamiz bu bizni kundalik hayotimiz, ya'ni hozir bilan bog'liq. Ya'ni hozir ayni damda boya aytganim kabi biz qutula olmaydigan odat. Uni o'ylashdan, ya'ni bizdagi obsessiyalar, ya'ni ruminatsiya holatiga o'tadi. Kun davomida miyamizda aylanaveradi. U haqidagi fikrlar, taassurotlar nima qilyapti, nimani o'ylayapti, kuzatyaptimi, taqdirmidi bu, nima edi bu, ilohiylik bormi, nega tushimga kirdi? Profiliga qaraysiz, to'g'rimi? Qachon onlayn bo'ldi? Kechqurun nima uchun onlayn bo'ldi? Uxlanmayaptimi? Men o'ylab chiqyaptimi degan savollar ham paydo bo'lyapti. Mana shu unga tomon yo'naltirgan har bir energiyangizga javoban 10 daqiqa texnikasini ishlating. Ya'ni masalan, uni profilini ochdingiz, qachon onlayn bo'lganini o'zingiz uchun qiziquvchiligingiz sabab tekshirib qo'ydingiz deylik. Ketidan 10 daqiqa albatta yangi hunar, yangi ilm, yangi kitob, bilmadim, o'zingiz sevgan ehtimol 10 daqiqa davomida o'zingizni, miyangizni yangi fikr olib kiruvchi, yangi rivojlanish beruvchi miyaga yangi til o'rganasizmi, bilmadim. Bu sizni xohishingiz bilan bog'liq holat, ya'ni bu majburlab singdirilmaydi. Bu sizni qiziqishlaringiz bilan bog'liq jarayon. Ehtimol siz tikuvchilikni sevarsiz, kreativ fikrlar bordir sizda, ehtimol rassomchilikka qiziqarsiz, bilmadim. Umuman olganda 10 daqiqani mana shu unga ketkazgan energiyangiz ketidan 10 daqiqa ishlatishni o'rganing. Mana bu sizni mana shu ruminatsiya, ya'ni kun davomida aylanadigan bir xil fikrlardan asta-sekinlik bilan olib chiqadi. Hech qachon darrov o'zgarishni kutmang. Hech qachon birdaniga hammasi hal bo'lishini o'ylamang. Aslida bu birdaniga hal bo'la olmaydigan vaziyat ekanini tan ola boshlaganingiz, ona hayotingizga yangiliklar kirib kela boshlaydi. Va video yakunida juda ko'pchilikni hamon bir savol qiynamoqda. Xo'sh, bularni qilsam, mana shu hamma yangiliklarni kiritsam, u hayotimga yana qaytadimi? Bilasizmi, psixologiyada shunday bir qiziq holat bor, ya'ni bu narsa tadqiqotlarda ham kuzatilgan, amaliyotda ham kuzatilgan. Juda ko'pchiligimizning hayotimizda ham bu narsa o'z isbotini topgan. Ya'ni bizdagi hayotimizdagi, turmush tarzimizdagi odatlarni o'zgarishi, bizdagi yangi maqsadlarni paydo bo'lishi, yangi tanishlarni paydo bo'lishi, yangi qiziqishlarni paydo bo'lishi aslida hayotimizdagi energiyani tubdan o'zgartiradi va bu esa sizni ichki ishonchingizni oshiradi. Ichki ishonch albatta joziba shaklida tashqi ko'rinishingizda namoyon bo'ladi va u o'z-o'zidan nafaqat tashqaridagi insonlarni, balki hayotingizdan chiqib ketgan o'sha insonlarni ham aslida sizga bo'lgan qiziqishini qayta uyg'otadi. Ammo ayni vaqtda bu qiziqish katta ehtimol bilan siz uchun keraksiz bo'lib qoladi. Chunki siz ichki ishonchni allaqachon ichkaridan shakllantirgan bo'lasiz va bu esa hayotingizni yangi bir sarlavhaga olib chiqqan bo'ladi, yangi bir jabhaga olib chiqqan bo'ladi. Demak, mana shu yerda
haqiqiy meningizni topasiz va eng asosiysi sizning kayfiyatingiz, sizning holatingiz, sizning hissiy jihatlaringiz endi bir insonga bog'liq bo'lmaydi. Ya'ni endi bu sizni o'zingizga bog'liq bo'ladi. Ortiq sizni kayfiyatingizni boshqalar boshqarmaydi. Ya'ni siz bog'lanib qolgan o'sha insonni qilgan xatti-harakatlar sizni bugungi energiyangizni belgilab bermaydi. Video yoqqan bo'lsa, fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldiring, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.